Erkakda jinsiy zaiflik boshlansa, ko'chadagi muammosi, ishdagi muammosi va jinsiy aloqadagi pastildagi muammosi ortib boradi. Qabulimga kelayotgan bemorlarni juda ham ko'p qismida jinsiy zaiflik holatda muammosini aytib keladi. Bu qabulimga kelgan bemorlardan shikoyatidan va ularga yechim qilib bergan holatimda o'z tajribamga asoslangan holatdagi natijalarim va ularni qanday qilib jinsiy zaiflikdan qutulganlik haqida qisqacha ma'lumot berib o'tib ketaman. Eng katta sabablardan bittasi hayot tarzini, ya'ni sog'lom hayotni to'g'ri yo'lga qo'ymaslik. Hozirgi hayotingizda bo'layotgan jinsiy zaiflikni eng og'ir darajasigacha olib borayotgan holat bu noto'g'ri hayot tarzi. Birinchi navbatda. Chunki qabulimga kelayotgan bemorlarning juda ham ko'p qismida uyqusizlik muammosidan birinchi navbatda. Keyin esa uyqusizlik natijasida orttirilgan ortiqcha semizlik muammosi, unga qo'shimcha ravishda pastelda muammolar kuzatilib borayotganligi haqida shikoyat qiladi. Bu muammo nima? Sizda hozirgi kundagi hayot tarzimizda ko'proq tungi uyqumiz vaqtida bo'lmayotgani, gormonlar muvozanati buzilib ketishi natijasida esa bu yerda o'zingizda yog' kletchatkalari, ya'ni yog'lar organizmda ko'p to'planayotgan hisobiga prolaktin ko'tarilib ketish hisobi va organizmda insulin gormonlari muvozanati ko'tarilib ketyapti. Qo'shimcha ravishda qandli diabet, jinsiy zaiflik yoki boshqa muammolar orttirib olyapsiz. Ya'ni boshqa muammo deganda jigar, yurak, boshqa. Endi bu hayot tarzini to'g'rilamasangiz, sizda jinsiy zaiflik holati juda ham ortib boraveradi, yuqorilab boradi. Faqatgina buni yechimi to'g'ri hayot tarziga o'tish va to'g'ri jinsiy aloqa qilish. Ko'pchilik aytadi, aka, menda jinsiy zaiflik kuzatilyapti, endi qabulga kelgan bemorlarda. Menda shu jinsiy aloqa qilyapman-da, lekin ayolimga xohishim yo'qolib qolyapti. Yoki tez bo'shanib qo'yapman. Bu nimaga bog'laysiz hayotimga deydi. Endi tasavvur qiling. U ayol kunduzi bilan uy yumushlari, oshxona ishlari va bola chaqangiz bilan ovora bo'lyapti. Va siz kelgan paytda, ya'ni soat 1-2 da kelganingizda u ayol energiyasi charchaydi va siz bilan jinsiy aloqa qilishni xohlamaydi. Bu birinchi eng oddiy yechim. Ya'ni siz qachon erta kelasiz, ayolingiz oldida hech bo'lmasa bolalaringiz bilan o'ynab tursangiz, ayolingiz boshqa ishlarni bartaraf qiladi va bolalar erta uxlaydi, sizga vaqt ajrata oladi. Ko'pchilik shu narsaga e'tibor bermaydi-da, kechqurun keladida ayolini xohlayapman pastel deydi-da, ayol charchab bo'lgan o'zi, stress olgan kunduzi va boshqa yumushlar bilan ovora bo'lgan, lekin pastelgacha bo'lgan vaqtda charchab bo'lgan bo'ladi. Bunda siz o'ylagan jinsiy aloqa qila olmaysizda, sizga birinchi stress kelib tushadi miyaga. Ya'ni men xohlayapman, ayolim xohlamayapti degan. Qachonki siz erta uyga kelasiz, ayolingiz uy yumushlaridan erta bo'shaydi va jinsiy aloqaga kirishasiz. Shunda siz to'g'ri hayot tarziga o'tasiz. Endi ko'pchilik aytadi, bir haftada bir marta, 15 kunda bir marta bo'lyapti aloqa deydi. O'z-o'zidan u endi charchagandan keyin sizni bir haftada bir marta asha iloji yo'q yakshanba kunida vaqt ajratadi ayolingiz sizga. Siz u uchun vaqt ajratmasiz, siz uchun u ham ajratmaydi. Shuning uchun to'g'ri hayot tarziga o'tishingiz kerak. Bu bir. Ikkinchisi, ko'pchilik aytadi, aka, menda tez bo'shanib qo'yapman, jinsiy zaiflik bo'lyapti-da, deb turib hali xomush bo'lib keladi. O'zi anamnez yig'sam, u odam 10 kunda bir u yoqqa safarga yo boshqa viloyatga borgan, viloyat yurgan, lekin uyga kelganda jinsiy zaiflik kuzatilyapti yoki tez bo'shanib qo'yapman deydi. Do'stim yoki aka yoki uka, shu videoni ko'ryapsiz. Tasavvur qiling. Oddiy baklashka. Buni suvini tomchilatib qo'ysangiz 3 kunda to'lib bo'lgan bo'ladi, pik holatga chiqib bo'ladi. Uni bitta essiz nima bo'ladi? Suv otilib ketadi. Endi u yarim bo'lsa-chi? Ya'ni 2 kunda bir aloqa qilganingizda aytyapman. Yarim holatda bo'lsa, uni qo'lingizda bukasiz yoki qandaydir harakatlar qo'shasiz va vaqtlar sarflaysiz. Sarflash hisobiga u chiqishi uzoqlashadi, vaqt uzayadi. Endi u tagida bo'lsa-chi? Siz har kuni yoki cherezdan aloqa qilayotganingizda. Tagida bo'lsa nima qilasiz? Qo'lingizda bukasiz, o'ntarasiz, teskari qilasiz, boshqa qilasiz va vaqt juda ham ko'p ketadi. Bu ham oddiy shkala, oddiy baholash, ya'ni jinsiy aloqani to'g'ri rejim qilish. Siz safarda yursangiz o'z-o'zidan bu potensiya tushib ketadi. Nimaga? Ertaga sizda prostata bezingizda prostatit holatlari, yallig'lanish holati, ertaga zastoyniy holatlar, zastoyniy prostatit deymiz. Ba'zida moyaklarni atrofidagi og'riqlargacha borishlik bo'ladi, ya'ni epidemit. Ya'ni orxoepidemit deymiz, fan tilida moyakda yallig'lanish holatlarigacha boradi. Shuning uchun biz to'g'ri rejim qilsangiz, to'g'ri hayot tarziga o'tsangiz va to'g'ri jinsiy aloqa qilsangiz, keyin sizda regular aloqani hisobi gormonal muvozanati zo'r bo'ladi va siz o'z-o'zidan va ayolingiz ham 2 kunda birda xohlab qoladi. Endi ko'pchilik aytishi mumkin, men 40 yoshdaman, 50 yoshdaman, shu narsa bo'lmayapti-da deydi.
Endi buni to'g'ri qabul qilishingiz shart va to'g'ri yechim qilish sizning yechimingiz va sizni o'zingizni ayolingiz va o'zingizga ajratgan vaqtingizga bog'liq. Endi bunga bitta juda ham oddiy misol qilib, bu yerda hech qanday dori vositalarsiz bitta yaqinda akamiz safarda bo'ldi, bir oylik safarda, umra safarida. Bu akamizga aytyapman. Bu shikoyat qilib kelyapti. Menda xohish kamayib ketyapti, Islom. Bilmayman, o'zimni ayolim zo'r, yaxshi kutib oladi. Yaxshi pinyuralar, boshqa o'ziga e'tiborni zo'r qaratadi. Lekin bilmadim, ayolimga bo'lgan xohishim past deydi. Keyin men aytdim, aka dedim, xo'p, qizlar bilan gaplashasizmi yoki yo'q? Ochiq so'radim. Yoki qandaydir ishxonangizda ayol kishi bilan muloqot bo'lib turadimi yoki boshqa yoki ikkinchi ayolingiz bormi? Yo'q, ular yo'q, Islom deyapti. Men hayron qoldim, keyin aytdi, savol-javob o'tkazyapmiz. O'tkazishimiz natijasida keyin aytdim, aka, safaringiz bor, bir oylik ibodatingiz bor, umra safaringiz, Shunda bir borib kelganingizdan keyin gaplashaylik. Bundagi holatda siz o'zingizni tiyishligingizni bitta ko'ring va bu qanaqa natijaga erisha olamiz deb ko'p emas, bitta ikkita o'zini organizmida ishlab chiqaruvchi, testosteron ishlab chiqaruvchi oddiy tribulus kapsulalarini, tabletkalarni aytdim. Shundan ichib turing xolos dedim. Sizda muammo yo'q, prostata kattalashmagan, lekin aloqa bir haftada 2 marta, 1 marta bo'lib turibdi. Endi u safarda bo'ldi, o'zi aytayapti 15-20 kundan keyin. Islom, ayolimga bo'lgan xohishim deyapti telefon orqali. Ortib boryapti, dedim. Nimaga deb o'ylaysiz dedim. Oddiy do'stlar. Bizda hozirgi zamon talabi, to'g'ri, ko'chada yurgan ayollarning ko'p qismi yarim-yalang'och, ya'ni kalta-yupa kiygan yoki shu hirsimiz ko'chada bosilib kiryapti uyga borguncha. Qo'shimchasiga mobil qurilmada Instagram, YouTube, boshqa sahifada esa yarim-yalang'och qizlar kelib chiqyapti. Bularni ko'rganda o'z ayoliga bo'lgan hirsi yo'qolyapti. Yo'qolishining natijasida uyga borsa yaxshi pastel bo'lmayapti. Endi umra safarida yurganda nima? Ayollar hammasi ibodatda bo'ladi, o'zingizlar ko'pchiliklar bilasizlar. Ibodatda bo'lgan ayollarda faqatgina ko'zi ochiq bo'ladi, yuzi yopiq bo'ladi, hamma yo'q, badanlari yopiq bo'ladi va o'zini ayoliga haligi libidasi oshib ketadi. Oshib ketgan. Kelgandan keyin aytayapti-da, Islom, aloqa yaxshi, juda ham zo'r. Ya'ni bizni buzayotgan narsa nima? Qo'limdagi qurilma va atrofdagi muhit bo'layotdi ekan deb aytdi. Bunda qarang, oddiy yechimda. Ya'ni to'g'ri safar tanlash ham jinsiy zaiflikni davo chorasi deb hisoblasak bo'lar ekan. To'g'rimi? Endi bu yerda tez bo'shanib qo'yapman, menda jinsiy zaiflik kuzatilyapti deydigan do'stlarimiz. Tez bo'shanib qo'yapti-da, u o'ziga psixologik travma olyapti. Buni yechimi bor. Faqatgina to'g'ri diagnostika qilib turib, keyin jinsiy aloqa qilsa va o'ziga bo'lgan ishonchi ortadi va xohish kuchayib boradi. Ayol xohlaydi, lekin u tez tugatib qo'yapti. Bu ham jinsiy zaiflikning og'ir turi. Bunda ham bo'layotgan narsa muammo, siz tez bo'shanib qo'yapsiz. Ayolingizni nima desa bo'ladi, o'ziga yarasha dozirovkasini bermayapsiz jinsiy aloqada va u sizdan qoniqish pastroq bo'layotgan bo'lishi mumkin bo'ladi. Bunda doim aytaman, soft spray yoki lidokain spreydan foydalandingizmi, buni doimiy ishlatmang. Bu faqatgina jinsiy aloqa uchun, ya'ni sizda baholash uchun test, sinama. Sizdagi shu jinsiy olatni darsal nervlarini sezuvchanligi yuqori bo'lgan yoki yo'qligiga bog'liq bo'ladi. Shuncha vaqtdan beri YouTube sahifamizga manfaatli videolar joylab boryapmiz. Asosiy maqsadimiz insonlarda, jamiyatning ichida urologik muammosi bor insonlarga yordam berish. Ya'ni jinsiy olatda muammo bormi? Qiyshiqlik yoki jinsiy olat turmayaptimi? Yoki farzandsizlikdan qiynalanyapsizmi? Spermogramma tahlillarida sizda urug' ko'rsatkichlar nol ko'rsatyaptimi? Farzandingizning muayyaklari o'z yorug' xaltasida emasmi? Unda quyidagi nomerlar orqali bizga murojaat qiling. Biz sizga sifatli ma'lumot va sifatli yechimni qilishga harakat qilamiz. Varikotselni ham jinsiy zaiflikka olib kelamiz deb ko'pchilik so'rashadi. Varikotselni olishdan maqsad nima? Moyakda o'zi nima ishlab chiqaradi? Moyakda testosteron va spermatozoid ishlab chiqaradi. Testosteron ishlab chiqarish yaxshilansa, ya'ni qonlanish yaxshilansa organizmda o'z-o'zidan libido oshadi. Bunga ko'pchilik be'tibor bo'lib ketadi. Ba'zi holatlarda jinsiy zaiflikdagi shu denervatsiya operatsiyasi va varikotselli operatsiyalari ham yechim beradi. Bunda to'g'ri tashxis va to'g'ri diagnostika bilan yondashsak albatta. To'g'ridan-to'g'ri keldingiz, sizda analizlar yo'q, boshqa yechimlar yo'q. Bu yerda darhol operatsiya qilish emas. Bu yerda lecheniyasini beriladi, bu yerda dori-darmon beriladi, bu yerda sinamalar o'tkaziladi va jinsiy zaiflikni oldi olinadi. Hayot tarzida nimaga yana inobatga olishimiz kerak? Tunda shu ishlaydigan akalarimiz uyqu rejimini to'g'ri qilmasangiz, sizdagi ishlab chiqarilgan gormonlar aytganimdek muvozanat to'g'ri bo'lmaydi. Jinsiy zaiflik kuzatilib boraveradi va regular aloqa yo'qolib borgan kabi sizda jinsiy zaiflik holati ortib boradi. Shuning uchun aytaman, doimiy ravishda
siz hayot tarzingizni to'g'ri rejimga qo'ying, doimiy ravishda sport bilan shug'ullaning va o'zingizda ishdagi bo'layotgan muammolarni, stresslarni o'zingizga olmasdan ko'chada tashlab uyga kiring. Ushbu stresslar ham hayot tarzini buzishi mumkin bo'ladi. Sizda yoki yaqinlaringizda jinsiy zaiflik holati kuzatilayotgan bo'lsa, ayol kishidir, siz erkak kishidir, ushbu video manfaatli bo'lgan bo'lsa, videoni o'z yaqiningizga yuborib qo'ying. Albatta u uchun manfaatli bo'ladi. Agarda jinsiy zaiflik holati kuzatilayotgan bo'lsa, tez bo'shanishlik holati kuzatilayotgan bo'lsa, moyaklardagi og'riqlar yoki boshqa uralak muammolar uni bezovta qilib turgan bo'lsa, bemalol menga murojaat qiling. Men sizga sifatli yechimni qilishga harakat qilaman va davo choralarini ko'rib beraman. Ushbu kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Bundan qiziqroq ma'lumotlar hali oldinda.